Bismillah. 2025-yilda oktyabr, noyabr oyida yaxshi niyatda umra ziyoratiga boraman. Umra amallarini bajaraman. Otamni, onamni olib boraman. Ahli ayolim bilan boraman deb yaxshi niyat qilib kelgan hamyurtlarimizga do'stlar, inshaalloh litsenziyalangan umra ziyorati, ya'ni Centrum Holidays'dan do'stlar, hozirgi kundagi umra paketlari narx-navolari qanaqa bo'lyapti? Shart-sharoitlari qanaqa bo'lyapti? Undan tashqari 50 yosh xizmatlari, u yoqqa borilgandan keyin mehmonxona, uzoq yaqinligi, oziq-ovqat hamma ma'lumotini akamiz bilan inshaalloh berib o'tib ketamiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek litsenziyalarga ega bo'lgan bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, bu firmaning zo'r tarafi 6 ta viloyatdan primoy reyslari bo'ladi do'stlar. Bu degani siz o'zingizga yaqin aeroportdan bemalol primoy reysda bordi keldi bilet bilan do'stlar umra ziyoratiga borib kelsangiz bo'ladi. Xo'p, Ulug'bek aka, hozirgi kunda Centrum Holidays'dan 14 kunlik umra ziyoratiga borib kelish narxlari nech pul bo'lyapti? Xo'p, hozirgi kunda oktyabr oyida standart paketlarimiz $1000 dan bo'lyapti, 6 viloyatimizdan. Samarqand bilan Termiz shahrimizniki sal qimmatroq $1050 dan chiqyapti. Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangandan $1000 dan standart paketlarimiz. $1000 dan standart paketlar bo'lyapti. Xudo xolasa shunda 6 ta viloyatdan, xudo xolasa hammasidan reyslar bor. Ha, xudo xolasa 6 ta viloyatdan premium reyslarimiz bor. Xo'p, aka, u yoqqa borilgandan keyin yashash joy, ya'ni gostinitsalar Madina-i Munavvarada hamda Makka-i Mukarramada aka gostinitsalarda uzoqligi qanaqa bo'ladi? Yev ichish, ya'ni ibodatga quvvat bo'lish kerak. Yev ichish masalalari qanaqa? Xo'p, yev ichish masalasi bo'yicha Madina-i Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, mehmonxonamiz markazda joylashgan, birinchi, ikkinchi qatorda joylashgan mehmonxonalar bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz, mehmonxonamiz Ajyalko'da joylashgan, 1,5 kilometr masofasida joylashgan bo'ladi. 1,5 kilometr masofa. Zo'r, juda yaqin. Xudo xohlasa aka, hozir sizlarda firmadan, ya'ni Centrum Holidays'dan umra ziyoratiga boriladigan bo'lsa, hoji ota, hoji onalarimiz uchun firma tomonidan nimalar beriladi aka? Xo'p, firma tomonidan beriladigan narsalarimiz, bizning firmamiz lakay tushirilgan kamzil, so'mka, beji beriladi. Keyin hojilarimiz qaytib kelishiga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilib beramiz. 5 litr zamzam suv sovg'a tariqasida beriladi. Xo'p aka, u yoqqa borgandan keyin xudo xohlasa 3 kun Madina-i Munavvarada, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi. 3 kun Madina-i Munavvara hamda 11 kun Makka-i Mukarramada o'ziga yarasha aka ibodatdan so'ng sayohat, ziyoratlar bo'ladi. Hozirgi kunda aka, sizlarda qanaqa ziyorat, sayohatlar bor? Undan tashqari qo'shimcha qanaqa ziyoratlar bor? Xo'p, bizda Madina Makka bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bor. Keyin bizda qo'shimcha sayohatimizda Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev masjidida kechki ovqat pikniki, Madina Munavvarada xurmo bog'ida oshga tashkillashtirib beramiz. Ya'ni bu firmamiz tomonidan bu firma tomonidan bonus. O'sha ziyoratlardan tashqari bu bonus. Bu tashqari bo'ladi. Zo'r. Aka, yoshi katta insonlar ko'p ketyapti. Inshaalloh hammamiz, otamiz, onamiz, bobomiz, buvimiz hammalari borsin. Yaxshi niyat qayta o'zimiz birga borib umra amallarini bajaraylik. Bular aka borgandan keyin endi Saudiya Arabistonning havosi aka O'zbekistonda iqlimi bilan to'g'ri kelmaydi. Borgandan keyin mobodo tovuq qochib mazasi bo'lmay qoladigan bo'lsa, doktor xizmatlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, doktor xizmatlarimiz har bitta mehmonxonada bitta hamshiramiz, doktor xizmatlarimiz bo'ladi. Bitta 24 soat darmonni o'lchashga, birinchi yordam ko'rsatgani hamshiralar qo'yib berganmiz. Ya'ni xudo xohlasa aka borilgandan keyin обязательно hamshira doktor xizmatlari mavjud. Hamshirasi, doktor yosh kattalar endi oyog'i og'riydigan bo'lsa, uzoq yura olmaydigan bo'lsa, aravachalar ham bor. Ha, aravachalarimiz tashkillashtirib berilgan. Makkada o'sha 20 ta oshiq aravacha bo'ladigan bo'lsa, lekin yana tavsiya qilaman, har safar videoda aytamiz. Xo'p, yosh katta, pastdan aravachaga muhtoj odamlar, bu yerda aravachalarni o'zlaring bilan olib olinglar, chunki unga bagajga ham urmaydi kilosiga. Bagajimizni ham aytib o'tkazgan bo'lsam, 20 kiloga 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Ya'ni 20 kiloga 5 kilo ruchnoy. Sizlar firma tomonidan beriladigan 5 litrlik zamzam suvi ham bagajga kirmaydi. Yo'q, bagajga kirmaydi, bu bonus sifatida. Aravacha olib olishadigan bo'lsa, u ham bagajga kirmaydi. Yo'q, aravacha ham bagajga kirmaydi. Zo'r, bonus sifatida qo'yadi. Zo'r. Aka, hozirgi kunda aytib o'tyapsiz, 6 ta viloyatdan primoy reys bor deyapsiz. Narx-navoz qanaqa? Xo'p, 6 viloyatdan narx-navolarimiz, standart paketlarimiz $1000 dan boshlanadi. Unga qarab komfort zavodi, komfort, premium paketlarimiz bor, ekonom paketlarimiz ham bor. To'g'ri ma'lumotga bergani, nomeriga telefon qilishsa, yana ham batafsil ma'lumotlar berishadi. Qanaqa savol-javoblariga to'liq javob bermagan bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol telefon qilishsa, yana mukammalroq javob olishadi. Hozir kommentariyada yana yozib ketishsa, savol-javoblarni yana keyingi videolarda to'liqroq ma'lumot beramiz. Hozir aytib o'tgan shart-sharoitingiz, gostinitsaning uzoqligi, hammasi mana 3 ta bonus, ya'ni Sulaymon Rojiyev masjidlari, Qizil dengiz hamda xurmo bog'idagi tashkillashtirilgan osh pikniklar bu standart paketda ham bor.
Bu standart paket aytyapman hozir. Standart paketda bor hammasi. Zo'r, qoyil. Hozirgi kunda ya'ni do'stlar narx-navosini aytib o'tdilar. Undan tashqari qanaqa qilib bilet bron qilamiz deydiganlarga mana ko'rib turibsizlar, ekranda telefon nomerlari qo'yib ketilgan. Shu telefonlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, WhatsApp, Telegram orqali pasport tashlab berish kerak. Ha, WhatsApp, Telegram orqali pasportlarni rasmga olib tashlab beradigan bo'lsa, o'shanga shartnoma tuzib beriladi, bank raqam beriladi, bank raqamidan, shot raqamidan pul o'tkazishlari mumkin. Yo, ofisga kelamiz ishga, lokatsiya tashlab beriladi, ofisga tashlab buyurib, yana ma'lumotlar olib, savol-javoblarni olib, shartnoma tuzib, kassamizga to'lovlar qilib ketishlaveradi. Zo'r. Aka, yosh bolali insonlar bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Chunki bir xilginarida bolasi 1 ga kirgan bo'ladi, yo 2 yo 5 ga kirgan bo'ladi. Necha yoshgacha bepulmi yoki qanaqadir ma'lum bir miqdorda summa to'lanadimi? Shuni ham bir ochiqlab ketsa. Xo'p, 2 yoshli bolamizgacha faqat vizasini pulini berishadi. Xo'p, 2 yoshdan yuqori 5 yoshlargacha bilet vizasini pulini berishadi. O'sha 5 yoshdan yuqori bolalar bo'lsa, to'liq paketini pulini berishadi. To'liq paketini pulini berishadi. Xudo xolasa, firmamiz litsenziyaga ega. O'zbekistonda do'stlar 14 tagina firma Umra litsenziyasiga ega. Shulardan bittasi, ya'ni Centrum Holidays. Ko'rib turibsizlar, akamiz yonida ekranda litsenziyalarigacha qo'yib qo'yilgan do'stlar. Buni bemalol tekshirib olsalaring bo'ladi. Agar siz ham ishonchli firmadan, sharoiti yaxshi bo'lgan firmadan, oziq-ovqati yaxshi bo'lgan firmadan, 50 voz yaxshi bo'lgan firmadan Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsalaring, video pastda nomer qo'yib ketganmiz. Inshaalloh aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, akamiz call center bolalari ishlab turishibdi. Xudo xohlasa sizlarga bundan ham to'liq ma'lumotni berishadi. Biz ham sizga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz videoda kommentariyaga o'z izohingizni qoldirib, bir dona like tugmasini bosib qo'ysangiz, xursand bo'lardik. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kanalimizdan uzoqlashmay tursalaring, yangidan-yangi narx-navolar, shart-sharoitlarda hafta davomida har kuni yo bo'lsa kun ona sizlarga yoritib berib o'tib ketamiz. Sog' bo'linglar.